yaqinda Nyu-Yorkda Central Parkda ikkita o'zbekni 7 yildan qamab olishdi. Nimaga qamab olishdi desangiz, ikkita o'zbek bola borib Central Parkka, mana Один дома kinosida ko'rgansiz, katta chiroyli park, gap bo'lishi mumkin emas. U yerda haligi oqqushlik yuradi. Borishdida ikkita oqqush so'yib yeb qo'yishib tushadi. 7 yildan qamalishdi. Bu qanaqa vandalizm? Bu qaysi kitobga sig'adi? Parkda yurgan o'rdakdan yeb qo'yasanmi? Javosiga. O'shaning uchun bu narsa uchun saviya kerak, bu narsa uchun o'sha madaniyat kerak. Shuning uchun men yoshligida shuni aytgan bo'laman. Bu mana bo'lgan voqea. Hayotda hech kim qilmagan. Ana ular hayron qolyapti. Buni 100 yildan beri yashab yurgan oqqushni kimdir qovurib yeb qo'ysa, o'sha yerda o'tirib qovurib yeb qo'yishgan tozalab. Tushunasizmi? O'tga olib ketishmagan ham. Bular qilishga piknik, u piknik eri emas, u Nyu-York o'rtasidagi katta park. Faraz qiling. Mana shunaqa narsa.